Hamkasblar Yozyovon suv ombori orqasida qidirilganimda baliq ko'llarini ustoz xabarlaring bor. 15 kun oldin bir ko'rib bergandi. Mana yana bugun qilingan ishlarni nazorat qilish uchun va keyingi tavsiyalarni berish uchun havzaga tashrif buyurdik. Hozirgi kunda mana havzani o'rganish jarayonidamiz. Shaffof rangi. Yorqin. Sizda xira edi juda ham shu rangi. Endi ko'zingizni oldiga keltiring, o'sha kunlar havo hali salqin edi. Hozir isishni boshladi. Nima bo'lardi bu suv? Mana baliqchisiz-ku, erta-betda ko'rib yuribsiz. Hozir mana shu narsani oldini olish uchun bunga tavsiya berib tushuntirishga harakat qilyapmiz-da. Avvalo o'sha baliq saqlab olish maqsadida. Biron dasturxonga kirsa go'shtda bu 2 kilo bo'lsa ham mana go'shtlar palon pul sotgan paytda. Lekin shu ko'rg'ondan qaysidir xatolarga yo'l qo'yilgan hisobiga muammolar chiqib o'tdi. Men o'sha kuni holatini ko'rdim, boshqasini ko'rdim. Siz normalniy kolичество to'g'risida balo gapirdingiz-ku. Oka, mana ko'ryapmiz deb hozir. Normalniy kolичество balo bor ekan deb aytdi. O'sha mana o'zingizga ham sekin ko'rinib bo'ldi. Esingizda bo'lsa, aytuvdim-mi? Fazaningizda ham bormi muammo? Kesgan paytimizda. Faqat tegida suv muzdayligi uchun ko'rsatyapti. Hozir suv ilisa, u ham o'zini ko'rsatishni boshlaydi. Lekin tasdiqlab suvdan zaharlangan ekan, olib qolishimiz kerak. Oka, mana 7 gektar ko'lda taxminan qancha tasdiqlab solganman do'st? 50 ming desa 55 ming, 50 ming. 50 mingta tasdiqlabdan mana shu og'ir holatga kelib qolganda taxminan qancha patida bo'ladi? 20 kun olgan bo'lsa 30 ta 40 tadan hisob qiling. Kuniga yana 30 ta 40 ta 20 kunda. 7-8 dona patera bo'ldi hozirgacha. Ana taxminan bir 1000 ta bilan chiqib ketdingiz ham deylik. 50 mingta balodan bu 50 dan biri degani og'ir bo'lib turgan holatda. Oka, bu zo'r xudo xolasa. O'zingiz qanaqa? Ko'nglingiz to'qmi? Ancha. Ya, ko'ngli xotirjam. Shu xotirjam. Kundan-kun tunda haqiqatan. Mana Sazallar 3-kun bo'ldi. Sazallar tepasi o'sha nima bo'ldi? O'sha qolganlari chiqadi bu baribir. Bu ham shu suvdan. Hozir kasal baliq bo'lganda buni so'rni baliq yemas. Zahar tarqalayotgan bo'lardi-da o'zi. Nimaga unga yopishyapti? Bu baliq sog'lom baliq. O'sha paytda zaharlanib qolgan. Sizga jabrasini ochib ko'rsatdim, buni oqara keldi. Jabra topiga ichki organlari hamma narsasi sog'lom bo'lganda, kislorod yetishmovchilik bo'lgan hisobiga nobud bo'lgan. Mana bugun endi asoratini ko'rsatyapti. O'shan suv isishni boshlagandan keyin biz oldini ololmay qolamiz. Suv isib ketguncha mana chavoq bo'lsa, nimadir narsa bo'lsa, ko'rib, ana iloji boricha bir mutaxassislarni topib, fikr almashib, to'g'ri tashxis qo'yishga harakat qilish kerak. Chunki baliqchi ko'rgan zarari baliqchi ko'radi-da. Uni biron bir tashkilot yoki bu narsa yoki sizga maslahat bergan odam bor, uni qoplab bermaydi aka. O'tgan gal kelganda uloqlagan ko'rik ustoz. Mana shondor ishlamayotganda, shondorni tagidan chiqib ustidan chiqib ketyapti mana. Tagidan kirib ustidan chiqyapti. Hozir mana shondorni ishlayotganligi to'g'risida mana fikr almashamiz. Yana bitta taxta qo'yish kerakmi hozir? Balıkçılar. Yana bir qo'llab baliq bormi? Ularning qaradachi mana baliqni ko'raman, asl joyi ham bo'lmaydi. Bilasizmi? Bu aylanib chiqib semirib ketgan odam yana semirgan odam yana yonmaydi. Olur. Buni vaqtida oldinroq qoldi. Yarasa ancha qo'ydi. Demak, bu sizlarning baliq qolgan bo'lsa, narvani o'tib yana qolganlar.
Qudrat aka, qanaqa fikrdasiz? Mana ustoz tavsiya berdi. Qanday holatda edingiz? Hozir qanday holatga o'tdilaring? Shu haqida aytib o'ting. Ustoz endi bu ustozni kelishidan oldin bizni yo'limizdagi holatlar ancha og'ir darajada edi. O'zimiz sezdik ustoz kelgandan so'ng. Ustozni tavsiyalaridan so'ng oqlashlarni olib bordik. Shundan so'ng mana bugun ustoz yana tashrif buyurdilar yo'limizga. Holat 100% ga o'zgardi. O'zimiz ko'rib, ko'zimiz bilan hozir mana ko'rib chiqyapmiz yo'lni holatlarini. Suvlarimiz tiniqlashib, baliqlarimiz chiqishni boshladi. Shunisidan keyin holat yaxshilandi. Ohanglashda qanday bo'ldi? Qo'rqdilaring birinchi ohanglagani? To'g'riga bu tondan eshitgan holatda biz ancha qo'rquv bo'ldi, lekin ish jarayonida hammasiga ahamiyat berib, bilib o'rgandik. Mana hozir ko'ryapsiz, suvingiz holati ancha o'zgarib zo'r bo'lganda, shondoringiz ishlayapti. Xursandmisiz? Biz ustozdan minnatdor, xursandmiz. Salomat bo'ling. Yo'q, hozirgi holat normal ekan. Siz to'shni bunga bitta taxta qo'ying-da, bunga taxta qo'ying. Yo'ldan suvni kirsin ekan. Sazan balig'ini oldik. Ustlariga mana yara toshgan. Ulardan ham mana kuzatilyapti. Bu baliqda shunaqa narsa bo'lyaptiki, kuzgi kuni 16 gradus, 15 gradusga tushgandan keyin ko'pchilik qilantirib qo'ymaydi deb. Bu bizani ijtimoiy tarmoqlar orqali ixtiyologlar ham, ixtiyopatologlar ham bu narsani tushunadigan odamlar misol uchun kuzatishadi. O'sha ustozlarimizdan o'rgangan, o'gitlarimizni olgan ma'noda o'sha o'rgangan narsalarimizni o'rgatish uchun hozir bu baliqni kesib ko'ramiz biz. Endi kesib ko'rishdan oldin tushuntirib beramiz. Agar bu baliq tashqarida suvdan ketayotgan zaharlanish hisobiga zaharlansa bu baliq biron bir alomat, biron bir asorat, ustida biron bir kasallik ko'rsatmasdan turgan holatida jabrasini qavatlari oqarib ketib nobud bo'ladi. Agar bu baliq suvni tagidagi, misol uchun fekalniy отходlar yig'ilib olgandan keyin kuzgi kunida yoki boshqa paytda noto'g'ri oziqlantirib qo'yilgan bo'lsa, noto'g'ri oziqlantirib qo'yilgan o'sha fekalniy отходga biron bir zobentizlar, misol uchun krevetkalar yoki matil shunga o'xshagan narsa tuxum qo'ygandan keyin uning ichida o'sha hasharot paydo bo'lganini hisobiga, shu hasharotni yeb qo'yganda eski narsani qo'shib yeb qo'yganini hisobiga zaharlanish paydo bo'lib, ichidan buzilish boshlanadi. Hozir agar buni yo'rganimizda balig'i ichki organlarida ham qanaqadir buzilish, o't tufaylarini bir sarg'ayib ketgan holati, ichaklarida yallig'lanish, qizarib ketgan holatni ko'radigan bo'lsa, bu kuzgi kunida noto'g'ri oziqlantirib qo'yilganini hisobiga, balu hozirgi kunda mana tabiat uyg'onish davri ekani hisobiga zaharlanayotgan bo'ladi. Agarda suvdan noto'g'ri suv kirib yoki suv yetmasdan zaharlanib qolgan bo'lsa, baliq ustida biron bir bunaqa kasallik alomatlarini ko'rsatmasdan turib, jabrasi oqarib ketib nobud bo'ladi. Mana hozir boshlaymiz. Mana balig'i jabrasi oqarmagan, sog'lom. Mana jabrasini qaysidir qatlamlarida bu kam harakat qilganlik hisobiga, qoni yaxshi yurmaganlik hisobiga ketyapti. Mana jabrasining tagida o'sha eski ovqatini yeb qo'yganlik hisobiga mana buzilish ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana shuni jabrinilliroz deb aytiladi. Jabra chirish kasalligi. Bu kasallik to'xtamaydi. Sekin rivojlanib ketaveradi mana orqa tomonda. Mana shu tepa tomondan buzilib ketaveradi. Biz baliqchilar ko'pincha jabrani past tomondan ochamiz-da, mana bu joyiga qaraymiz. Bu joyi past joyi bo'lgani uchun og'zidan napor kirib har doim toza bo'ladi. Buni tepa tomoni qaraladi. Mana bu joyiga ahamiyat beriladi. Mana birinchisini o'tdik. Mana buzilgan, mana ikkinchisini o'tdik, buzilgan. Buni o'rtasida yana bitta qatlam bor. Mana buzilib ketgan. Mana bulari toza bo'lib turibdi ichkariga kirganda. Demak, bunda kasallik boshlanganiga taxminan 1,5 oy, 2 oy bo'lgan. Mana shu uyg'onish davri kelib, kun cho'zilishi boshlagandan keyin bu oziqa yeb qo'ygan, o'shaning hisobiga bunaqa narsa boshlangan. Mana ikkinchi tomonda ham tushunmay qolganlarga ko'rsatamiz. Mana bunisi tegidan o'zi buzilib ketgan. Jabra. Nimaga bu jabra ketyapti? Baliq ichida parazit bor. Mana sizlar yana bitta narsadan o'zingiz uchun amin bo'lsanglar bo'ladi, bu jabr kasalligi qatdan tushganini. O'sha parazitni axlatni baliq tegidan topib yeyotgan paytda kuzgi kuni berib qo'yilgan ovqatni. O'ziga o'sha yomon narsa kirgandan keyin parazit o'ziga kislorod yaxshi aylanadigan joyi tanlaydi-ku. Bu avtomatik jabra bo'lganligi uchun mana jabrani urib qo'ygan bu yerda. Ko'rdik-a? Mana. Bu baliq nimaga to'xtayapti? O'sha jabrlendirozdan boshlanganlik hisobiga, jabra chirish kasalligi ham boshlanganlik hisobiga o'sha yashagisi kelmayapti. Endi buni ichini ko'ramiz.
o'tgan safar balig'i ko'rdik-ya, ochib tastalabdi. Etdik, o't tufagini ko'rdik, mana shu ko'lda. Mana misol uchun havosi kerakligidan qattiq bo'lib turibdi bu holatiga. Baliq yashayman deb yuturgan buni. Bu yumshoqroq bo'lish kerak edi hozirgi holatda. Bu juda ham tarang. Keyingi masala. Mana o'sha baliqda ichida o'sha yallig'lanish ketganning hisobiga bor-ku. Mana o'sha jigari deymizmi, shunga o'xshagan narsalari mana ishdan chiqqan. Mana yuragi baliqni, mana yuragida ham hozir ko'p joyda oziqaga kirdi, qisman oziqlanmoqda tabiiy ofat bilan. Bu baliq shu darajada qo'rqib qolganki, o'sha tabiiy oziqani ham yemagan, ko'rasizlar? Mana. O'sha tabiiy oziqani ham yemagan. Mana o'sha jigarlarning rangi buzilib ketgan hammasi. Mana o't tufayga kelgan bo'lsa, o'tgan safargi o't tufayni rangi emas-da, o'sha mana. To'xta bo'lgan. Qorayib, sarg'ayib ketgan, bu buzilgan. Buni mikroskopda biron bir narsa qarasa, ko'rsatib beradi-da, bu yerda qancha narsa borligini. O'shaning uchun mana hozir mana shu paytda sazallar tabiiy oziqaga kirgan. Ichida hech narsa yo'q. Tabiiy oziqa ham yeyotgani yo'q. Chunki jabri buzilib bo'lgan. Bu bir marta yeb bu narsani zada bo'lgan. O'sha aqli yetyapti uni hazm qila olmasligiga. Bu tuzalish uchun kurashyapti. Lekin sizlarning baxtingizga ozgina yog'i bor ekan baliq. Mana shu ozgina yog'i borligini hisobiga ham xudo xolasa kun qiziganda yozib berib ketaman sizlarga. Shu narsani qo'shib berib o'rganganlardan keyin baliq tuzalib ketishi kerak. Rahmat.